Ba'zi islom ulamolari ogohlantirganidek, agar e'tiqod mustahkam bo'lmasa, ba'zi falsafiy g'oyalar shubhaga olib borishi mumkin. Masalan, falsafaning eng bahsli oqimlaridan biri nihilizm. U ko'pincha ateistik dunyoqarash bilan bog'lanadi va hayotda obyektiv ma'no yo'q degan fikrni ilgari suradi. Lekin bizning dinimizda, ya'ni islomda, inson hayoti tasodifiy yoki ma'nosiz jarayon sifatida qaralmaydi. Shuning uchun nihilizm ko'pincha islomiy dunyoqarashga qarama-qarshi bo'lgan falsafiy qarash sifatida muhokama qilinadi. Nihilizm bu dunyoda oliy maqsad yoki ma'no yo'q deb hisoblovchi falsafa. Bu g'oya ayniqsa 19-asrga kelib Friedrich Nietzsche va shunga o'xshash yozuvchilar asarlarida keng muhokama qilingan. Odatda nihilizm ikki turga bo'linadi: optimistik nihilizm va pessimistik nihilizm. Optimistik nihilizmda agar dunyoda ma'no bo'lmasa, inson o'z hayotiga o'zi ma'no berishi mumkin. Pessimistik nihilizm bu yondashuvda esa hamma narsa yo'qlikka olib borsa, harakat qilish o'zi ham, intilish ham ma'nosiz. Umumiy qilib aytganda, ular uchun hayotdan umuman ma'no yo'q.